Seton o'lkamiz bir chaman bir lolamiz, shar'iy Allah olamiz, ehtirom Afg'oniston. Shar'iy Allah olamiz, ehtirom Afg'oniston. Islomiy imorat bu atri ozodi xushbo, har musulmon bolasi ochilgan chun lolaru. Islomiy imorat shu atli Hurmatli televizion ko'ruvchilari va eshituvchilari, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Umidki har yerda bo'lsalaringiz sog' va salomat yashab yuringizlar. Bugungi dasturimizga xush kelibsizlar. Bugungi dasturimiz boshqa dasturlar davomida she'r va shoirlik haqidadir. She'r insonning ehsos va fikrlarining oynasidir. She'r insonning ruhu ravoniga va fikriga qancha roli bor va qancha ta'sir ko'rsatadi va hayotda qancha go'zalliklar keltiradi. Ushbu borada ko'proq ma'lumot olish uchun studiyamizga hurmatli Suhrob Qosimiy janoblarini chaqirganmiz. Hurmatli Qosimiy janoblari, studiyamizga xush kelibsiz va sizga xush kelibsiz deyman. Tengri taoloni oti bilan osmonlarga uzatdi qo'lni, yuraklarga qo'ndi bir surur. Tanlagandik eng mushkil yo'lni, oxir bizni o'ldirdi g'urur. Bizga qarshi jang qildi samo, boshimizdan yog'ildi qorlar. Qishdan amon chiqqandik ammo bizni qatl etdi bahorlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Janobi Habib Saib sizga va hamkorlaringizga va aziz ko'ruvchi barnomani ko'ruvchilariga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun bizlar da'vat bo'lib keldik Habib Saib yoniga, shu barnomai o'zbekiga. Qiziq. Qosimiy janoblari, bizga aytib bersangiz, she'r va shoirlik nimada va shoir kimni aytadi? She'r va shoirlik aslida she'rga bog' bir insonni darundan ishkartan bir ma'nosidir. Darasil she'r va shoirlik bir insonni darunidan bir ma'nodir. Va shoir u kim shoirdiki zehnidan yo darunidan unga bir otifa va andisha darunisini mardumga tasvir berib buni bayon qiladi. Va har kimki she'r aytadi va she'r yozadi, unga bizlar ayta olamizki shoir. To'g'ri. Qosimiy janoblari, Afg'onistonda she'r va shoirda ahamiyatini qancha bilasiz? Afg'onistonda alhamdulillah she'r va shoirlik ahamiyati ko'proq va biz sizlarni eng buyuk shoirlarimiz, agar biz sizlar tarixga murojaat qilsak, masalan Mirzo Ulug'bek, bular bizlarni esimizga keladilar va bizlar bu janoblarimizni esimizga keltiramiz. Bular eng buyuk shoirlarimizdir va Afg'onistonda alhamdulillah buyuk shoirlar ko'p o'tgan va ahamiyati ko'p. Mardumning shavq aloqasi she'r va shoirlikka ko'proq va mardum ko'p istaydiki she'r va shoirlikni Afg'onistonga rivoj qilsa va uni yozib aytsa va biloxira she'r va shoirlik bilan bir payvandi bor mardum Afg'onistonda. Qiziq. Hurmatli Qosimiy janoblari, siz o'zingiz she'r yozish paytida nima ehsos qilasiz va nima mavzular borasida siz she'r yozasiz? Ehsos shoirlikka bor janobi Habib Saib unda bir ehsosdiki nogahoniy keladi. U bir daraja va bir holatga yetasiz va sizga she'r ilhom bo'ladi. Bir urfoniy bo'lsa yo farzi misol bir darajaga yetasiz, she'r sizga ilhom bo'ladi va ehsosingizni she'rni qolibiga siz dashga chiqarasiz, uni mardum bilsin va uni yeshitsin. Nima ehsos qilasiz siz she'r yozish paytida? Ko'p bir oliy ehsos. U joygohga siz eshitasiz, farzi misol she'r aytasiz.
shunday bir ehsosingiz borki, mutlaq dunyodan siz o'tib bir baland martaba fazoga eshitib borasiz. O'sha pilla sizga she'r ilhom bo'ladi va ko'p oliy bir ehsos. To'g'ri, rahmat. Hurmatli Qosimiy janoblari, siz she'r va shoirlik haqida qaysi kitob yozgansizmi yo o'zbek tilida yozgansizmi, dari tilida yozgansizmi? Aytib bersangiz. Bali, albatta, men bir kitobni takmil qilganim yo'q. Ko'sh qilaman bir jome va komil bir kitob. Albatta, o'zbekcha she'ri ham bor, dari she'rlari ham bor va ba'zi mavzuotni degani ham unga izofa qilganman. Degan takmil bo'lgani yo'q. Inshaallohki va'da beraman, shu tezlikka takmil bo'ladi u nashrga eshitiraman inshaalloh. Siz o'zingiz qancha she'r yozgansiz? Men taqriban 11 she'r, o'zbekcha she'r yozganman va bir 8 dona ham forsi yo dari tiliga yozganman. Aytib berasizmi, birinchi she'ringiz qaysi she'r edi? Birinchi meni she'rim yo takbayti desam forsi tiligadi. Ki bir vaqt bir joyga edi, shunda bir havosi keldi. Shuni o'qib beraman sizlarga. Balxi و تبریزی و bedil بگشتن girdi shahar. Balxi و تبریزی و bedil بگشتن girdi shahar. پشت آن یاری که هر دم یار آنها بوده است. Shu she'r avvalinki paytda ilhom bo'lganiga bir do'stlar bilan bir joyga edik. Nogahon ilhom bo'ldi va shuni yozib qo'ydim. Bu avvalin she'r ediki yo takbayt ediki menga ilhom bo'ldi. To'g'ri, juda qiziq she'r edi. Mana shayad o'zingizga ma'lum bo'lsa, islom imorat hokimiyatga kelganidan beri shoirlarga va yo yozuvchilarga qancha ahamiyat berilgan? Aytib bersangiz. Alhamdulillah, imorat islomi kelgan vaqtidan beri bundan baqa she'r va shoirlik yo dar umum farhangiy rabitalarga ko'p taloshlar bo'lgan va imorat islomiy ham shu mavzuotlarga ko'proq tavajjuh qilib buni rushd berayotibdilar. Bundan ilgari ba'zi mavzuotlar bor ediki, biz sizlarda farhangimizga aslan yo'q edi. Tahmil bo'ldi biz sizlarda ustimizga kelib edi barnahvi. Ammo alhamdulillah ahamiyati ko'proq, tavajjuh ko'proq bo'ladi, barnomalar olinadi va shu arsaga juvonlarni himoyat qiladilar va juvonlar bilan hamkorlik qilib va juvonlarni himoyat qiladilar hamisha. Ahamiyat inshaalloh ko'proq. Hurmatli Qosimiy janoblari, mana biz she'rda nima uchun bir ehsosi fikri va yo fikri oynasi deb hisoblaymiz? She'r kibor bir otifiy daruniy bir insondir. Har vaqtki inson andisha qiladi va daraja ilmiyati balandroq boradi va taqarrub topadi Allohga. Masalan, bir shoir kibor boyat muhabbati bir narsaga bo'lsa, valav har narsaga bo'lsa, farz misol Allohga muhabbati ko'proq bo'ladi, she'rlari urfoniy bo'ladi hamisha. Va she'rlarni aytadiki, u ming yillik she'rdir. Hattoki 1000 yildan ham ko'proq u she'r davom qiladi. Va u she'r hamisha nuqli majlislar bo'ladi. To'g'ri. Hurmatli Qosimiy janoblari, mana she'r va nasr o'rtasida qaysi farqi bormi? Qisqa ma'lumot bersangiz. She'r kibor hamisha bir vozih ma'nosi bor va boyat vazn va qofiyasi bo'lsa. Ammo nasr kibor ma'mulan 15 illa 100 baytgacha, mushkil yo'q agar balandroq ham bo'lsa, 1000 baytgacha ham bo'lsa. Va nasr darasil ko'bindadir. Va nasr ko'bindadir hamisha va balandroq she'rdan keladi. Va she'r vazn va qofiyasi bo'ladi. She'r ko'taroq. Hurmatli Qosimiy janoblari, mana she'r insonning his va tuyg'ulariga qanday ta'sir ko'rsatadi? She'r kibor bir insonni ehsosotini baland yeltadi
hattoki bu fahmini baland keltiradi. Ba'zi vaqtlar odam biron she'rni eshitib, hattoki holi havosi tag'ir yeb xushhol bo'ladi, yo inki baraks uni eshitib g'amgin va afsurda bo'ladi. Bu she'r ki bor inson ustiga ko'p ta'siri bor. Qosimiy janoblari, siz o'zingiz qaysi shoirlarni ko'p yaxshi ko'rasiz va nima uchun yaxshi ko'rasiz? Men ki borman shu urfoniy shoirlarni, baxusus o'z tilimizni shoirlarni yaxshi ko'raman. Ularga ko'proq ehtiromim bor. Ularni she'rlarini hamisha ham o'qiyman va o'qiganlari ham ularni bir daftarchaga yozib olaman. Buning uchunki esimdan hech vaqt chiqmasin. Shu muasir shoirlardan ham she'rlarini o'qib xushim keladi va undan keyin shu eng buyuk shoirlarimiz, masalan Mirzo Ulug'bek va Zahiriddin Muhammad Bobirshoh va Hoshim Hamdam janoblari, Sulton Raufiy muasir shoirlardandir. Shularning she'rlarini eshitib va xushim keladi ko'proq. Qaysi shoirlardan siz ko'proq taqlid qilasiz? Men shu har shoiriki qoti bo'lsa she'rlariga va vozih she'rlarini aytsa, masalan Hoshim Hamdam so'yib bir qasidalari bor. Undan ko'p xushim keladi. To'g'ri. Va o'shani hatto diklama ham qilganman. Chun qoti she'rlari bor. Xushim keladi, shuni ko'p eshitib ulardan taqlid ham qilaman. To'g'ri, juda qiziq mavzuni siz bahs qildingiz. Hurmatli Qosimiy janoblari, mana she'r, bir inson she'r aytadi. Bu she'r farhangi va yo jamiya lihozdan qancha ta'siri bor? Bizning farhangimizga, ya'ni farhangni o'zgartirishga qancha ta'sir ko'rsatadi? Aslida xo'sh, she'r ki bor bir farhangni asliyatini qila oladiki, mardumni ko'ziga chiqarsa bir tasvirday mardumga oshno qildirsa, bilindirsaki bir farhang bir mardumniki qolibi she'rga vozih va oshkor bo'la oladi va ta'siri ko'p, juda ham ko'p. Mardum ilm va urfoniy va bilohira dars va ta'limga ham hatto bo'la oladiki, mardum shavq topsa va shu ilmni borasiga ko'proq tahqiq qilsa va bu arsaga pesh ketsa, she'rda shuncha ta'siri bor. Siz bu she'r yozish paytida ya'ni qanday soha va yo maholda siz o'zingizga tuzatsangiz, u holatda siz she'r yozsangiz? Har paytki men orom bo'lsam, buni ishsiz holat paytidami yoki qayg'uli holat paytidami yo xushlik holat paytidami? She'rki ilhom bo'ladi. U makon tilamaydi. Har vaqtki irayizga bir gap kechsa, o'sha nogahon yo xushhol bo'lsangiz, yo g'amgin bo'lsangiz, buni farqi yo'q. O'sha payt sizga bir ilhom bo'ladi. Qalbingizdan bir ilhom bo'ladi o'sha payt. Undan nari ilhom bo'lgan nari dafatan yozib olaman. Har joyga bo'lsa. To'g'ri. Qancha she'r yozgansiz, shu she'ringizni bir nechtasini bir ehsosli diklama qilib bersangiz? Hozirki bir she'r zehnimga keldi. Sizlarga aytib beraman. O'z she'rim emas. Shu O'zbekistonning tildoshlarimiz she'rlaridandir. Ular bundoq deb aytgandilar she'rlarini. Daryoning ovozi karga begona. Daryoning ovozi karga begona. Dunyoning pardozi ko'rga begona. Dunyoning pardozi ko'rga begona. Zar uchun oringdan kechma birodar. Zar uchun oringdan kechma birodar. Yerga bor topganing go'rga begona. Yerga bor topganing go'rga begona. Bah. Hurmatli Qosimiy janoblari, insonlar nima uchun she'r yozadi? Maqsadi va yo hadafi nimada she'r yozish? Insonlar ki bor kunchkovdilar. Hamisha
bir mavzuni paytidan so'rab va talosh qilib yuriydilar. Va ba'zi otifa va andisha va fikr daruniyki insonlarga bor. Bularni vodor qiladiki, shu mavzuni borasiga bularga she'r ilhom bo'ladi yo she'r yozishadi. Shu talosh va andishi daruniy bois bo'ladiki, bular she'rga ko'p aloqalari bo'lsa va she'r va shoirlikka aloqa qilsalar. To'g'ri. Hurmatli Qosimiy janoblari, sizning she'ringiz umuman qaysi sabtda? Meni she'rlarim hamisha shu urfoniy sabtgadir. Shu avvalgi she'rni o'qib berdim sizlarga. Shu Balxiy va Tabriz va Bedil Begashtan girdishardi, forsiga edi albatta. Shu urfoniy bir she'rdi. Alloh Tengri taoloni tavajjuhini bandalariga bildiradi. Ma'mulan ko'sh qilamanki, urfoniy she'r bo'lsin. Purma'no bo'lsin, ma'nosi amiq bo'lsin. Albatta ku bu ilhom bo'ladi, ammo shunga men tavajjuhim shudiki, urfoniy she'rlarda ko'proq aloqam bor va shunga men istaymanki, shu jihatga peshravtam qilsam. To'g'ri. Hurmatli Qosimiy janoblari, siz shu she'r yozasiz. Umuman she'rlaringiz sevgi haqidami yo vatan haqidami yo Tengri taolo sevgisi haqidami? Tengri taoloni haqida ko'proq men istayman ham va shu robitaga ham bor va muhabbat haqida kamroq va mayhan haqida ham men ko'proq istayman she'r yozsam va xursand bo'laman. Shu robitaga she'r ilhom bo'ladi menga. Mayhandi borasiga bo'lsa, ko'p xursand bo'laman men. To'g'ri. Qanday yana bir chiroyli she'ringizni diklama qilib bersangiz? Rahmatli Ustod Olim Ko'hkandi she'rlaridan Faryobni vasfiga aytgan she'rlaridandir. Shuni o'qib beraman, aytib beraman sizga. Faryobim, zotgohim, senga jon qurbon qilay. Faryobim, zotgohim, senga jon qurbon qilay. Dushmaning har yerda bo'lsa, zor sargardon qilay. To'prog'ing zar tutiyodir, surmay chashmon qilay. Senga boqqan yor yotar ko'zlarim giryon qilay. Ne qilay, aytgin buyur, yo'lingga sadqa jon qilay. Qiziq. Hurmatli Qosimiy janoblari, siz she'r yozasiz. Shu she'rni vazni va yo qofiyani qancha roli bor? Vazni qofiya she'rga ko'p muhim. Bunday bir hisobdiki, vazni qofiya agar she'rga bo'lmasa, hatto ma'no bermaydi. Va birlamchi bayt she'rki bor, yo ikkilamchi baytning ma'nosini ifoda qiladi yo takmil qiladi, yo ikkilamchi bayt she'rdagi avvalgi ma'no yo avvalgi baytni ma'nosini takmil qiladi. Hurmatli Qosimiy janoblari, qanday she'rlar insonning axloqi va payomini yetkazadi? She'r boyat purma'no bo'lsa, amiq bo'lsa va insonning ehsosotlarini qo'zg'asa, shu she'rlarki bor insonning ustiga ta'sir qiladi. She'r yozish uchun insonning fikr va taxayyuli muhimmi? Fikr bilan she'r aytib bo'lmaydi. Men nazarimdan, shaxsiy nazarimdan she'r boyat ilhom bo'lsa va har she'rki fikr bilan yo tafakkur bilan aytiladi, unda qiziq emas. U she'r bilanki ilhom bo'ladi bir insonga, uncha qiziq emas. Siz birinchi shu she'r yozishni nima sabab bo'ldiki siz she'r yozishga qo'l keltirdingiz? Men bir joyga edim, bir she'rni o'qidim. Yaxshi holatga emas edim. Bir she'rni ba'zi do'stlar bor edi, ular o'qib berdi. O'sha pilla shu men aytolmayotgan gapimni ma'nosi o'sha she'rga bor edi. O'shandan keyin men she'rga aloqa topdim va she'r bilan masruf bo'lib va she'rni borasiga taqiq qilib she'rni xo'shim kelib ketdi va ko'proq istadimki she'r va shoirlikni borasiga ko'proq ma'lumot olsam va shu rishtaga pesh kelsam. Hurmatli Qosimiy janoblari, nega
ayrim she'rlar yuzlarcha yil o'tgandan keyin tirik qoladi va xalq ham uni yaxshi ko'radi. Bundoq bir Buning illati nimada? illati budiki lutfa Allohda dar asl va she'rning ma'nosi. Har she'rdagi ma'nosi amiq bo'lsa, purma'no bo'lsa, u 1000 yil ham davom etadi va nuqli har majlis bo'ladi. Sizning fikringizcha qanday she'rlar jomega ta'sir bor va yoshlarning fikrini o'zgartirish uchun qaysi she'rlar ta'siri ko'proqdir? Menga desangiz, shu urfoniy she'rlar-ki bor juvonlarning ustiga ko'p ta'sir qiladi va ikkinchi martaba shu mayhani she'rlar bo'lsa, juvonlarning ehsosotining ustiga ta'sir qilib, ularni ta'sirlantiradi. Mana biz o'zimiz, misol o'zingiz qanday she'rlarda tanqid qilasiz va tekshirasiz? Menki bor shu urfoniy she'rlarni xushim ham keladi va ularni ko'p xohlaymanki mutolaa qilsam, aytsam yo ularni dubora yozsam xushim ko'proq keladi va mayhani bo'lsa. Siz o'zingiz ko'plarcha vaqtlaringizda she'r yozishda sarflaysizmi va yo boshqa ishlarga? Men ko'p vaqtimni mutolaaga masruf qilaman. Mutolaaga o'tkazaman ko'proq vaqtimni va she'rga ham, she'r o'qimoqqa ham vaqtimni masruf qilaman. Undan keyin masruf ro'zg'or zindagili varzish qilaman va ko'proq kitob o'qiyman. Qanday o'zingiz bunday ayrim hodisotlarda, misol yer qimirlash paytida yo bir to'fon paytida yo bir sel holatlarida bunday hodisotlarda she'r yozasizmi yo? Yo'q, bunda hanuzgacha yozganim yo'q. Bu xotirki u hodisalarga odam ko'p g'amgin bo'ladi va men istaymanki ko'mak qilsam mardimga. Hirotda bir necha yil ilgari shunday bir g'amgin hodisa bo'lib edi va men 42 ro'z Hirotga, Zindajon, Ribotsangi shu ulusvolilariga borib mardimga yordam berib edim. Va istayedimki mardimga yordam bersam va hatto bir matlab ham yozib edim. Shu Zindajon va shu Hirotni zilzilasi borasiga. Hurmatli televizion ko'ruvchilari, albatta mana Qosimiy janoblari qiziq mavzusida bahs qildilar, o'zlarini faoliyatlari, o'zlarida bitgan, yozgan she'rlari haqida bahs qildilar va oxirida bir she'r aytib bersangiz va payog'imiz u kishilarki o'zbek tilida gaplashadi, o'zbek tilida she'r yozadi, payomingizni aytib bersangiz. Avval bir she'ringizni deklama qilib bersangiz. Bir o'zbekcha she'r bor. Doktor Azizulloyev Faryobiniki ona til vasfiga aytgan she'rni shuni do'stlarga aytib beraman. Ona til bilgan kishining izzatin qilgim kelur. Ona til bilgan kishining izzatin qilgim kelur. Ona tilni og'zidan oltib berib olgim kelur. Onaga bo'lsa muhabbat, ona tilida so'zlashar. So'zlagan har bir kishining hurmatin qilgim kelur. Ona til qancha cho'juksan, har so'zingda boli bor. So'zlaringni to'tiyodek ko'zimga surtgim kelur. Kimki yozsa ona tilida bir qator shirin so'zin, qalamin ko'zimga surtib, qo'llarin o'pgim kelur. Kimki yozsa ona tilida bir qator shirin so'zing, qalamin ko'zimga surtib, qo'llarin o'pgim kelur. Qaysi ilki ona tiliga bersa katta e'tibor, yurtini Ka'badan ortiq ziyorat qilgim kelur. Bobo va ajdodlaring barcha merosing saqlagan. O'sha yil oldin men ham boshim bilan borgim kelur. Va meni payomim baxusus juvon tabaqalarga shudiki, o'z tillaringizni hamisha hifz qilinglar va rushd beringlar. Har joyga yashaysizlar. O'zlaringizni mardim tonisa va o'zbekliklaringizga iftixor qilsanglar bo'ladi. Chunki bu sizlarning asllaringiz
va men bir asl turk bolasiman va bunga iftixor qilamanki men bir o'zbekman va hamisha har joyga ham haytaman. O'zbek tilini bilmog'i zarur emas. Bu bir zarfiyat. Hattoki ba'zi joylarga men boraman, ular aytadiki, masalan, bizlarda zaruratimiz yo'q, istifoda qilmaymiz. Men ularga aytamanki, bu bir zarurat emas, bu bir zarfiyat. Har kimniki zarfiyati ko'proq bo'lsa, shuncha tillarni bilib, shuncha imkoniyati ko'proq bo'ladi. Va mening payomim baxshi juvonlarga shudiki, o'z tillaringizni rushd berib, himoyat qilib, o'z tillaringizga hamisha gaplab boringlar. Suhrob Qosimiy janoblari, bizda qo'ng'irog'imizga labbak deb bizni ishimizga keldingiz. Ko'pdan ko'p rahmat, xayr ko'ring. Katta rahmat. Hurmatli televizion ko'ruvchilari va eshituvchilari, mana bizda barnomamiz mana shu yerda oyista-sekin o'z adog'iga yetib qolibdi. To yana kelasi dasturlargacha men Amanulloh Habib har birlaringizni Tengri taologa topshiramiz. Xayr va salomat qolingizlar.